Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Hamoteplo jamoasida navbatdagi kotyollarimiz tayyor bo'lmoqda mana. Qish mavsumiga yaqinlashgani sababli video ishlamagan vaqtimiz bo'lmayotir. Shuning uchun gaz kotyollarimizni tushuntirib beramiz. Nimagaki gazga pul to'laganda limitdan o'tib ketadimiz deb ko'p aholimiz qiynalib turibdi. O'shaning uchun ertalabdan harakatimizni ko'ring. Ekonomik kitobli kotyollar. Bu kotyolimiz faqat gazga ishlaydi. 3 dona eshigi bor buni. 6 dona kitobi bo'ladi. Bu kotyolimizda 5 dona eshigi bor. Hem gazga hem o'tin ko'mirga ishlaydi. Universalniy kotyolimiz. Bu kotyollarimiz uchli qora listerdan ishlandi. Hozirgi kundagi narxlari 2.600.000 so'm, 2.800.000 so'm. Shunday kotyollar kimga qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'is shahri, eski paxta zavodi ichida, ya'ni Sanan zona ichida. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying. Tanishib bilsangiz, kotyollar qiziq bo'lgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.